Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizni oddiy mashina emas, balki yo'lda ko'rinsa odamlar telefonni tushirib yuboradigan darajadagi supertar bilan tanishtirmoqchiman. Ha, gap ketyapti Audi 8 One haqida. Bu mashina shunchaki temir to'plam emas. Bu tezlik, obro, texnologiya va men kelyapman, chetga chiq degan ovozning jonli timsoli. Keling ochigini aytaylik. Ko'chada 8 One kelayotganini eshitgan odamning qulog'i ham, yuragi ham bu deb titraydi. Dizayni haqida gapirsak, u shunday past, keng va keskin chiziqlarga egaki, xuddi shamolni ham yonidan o'tkazmay, ushlab olishga harakat qilayotgandek. Orqa tomondagi ikkita to'rtburchak e-host esa shunchaki chiqindi gaz emas, bu on nafas olayapti deb faxrlanib turadi. Old panjarasidagi Audi halqalari esa sizga biz premiummiz, lekin maqtanmaymiz, shunchaki bilib qo'ying degan ishora qiladi. Saloniga kirganingizda esa shunaqa atmosferaga tushasizki, go'yo uchuvchi bo'lib qolganmisiz deb o'ylaysiz. Chunki rul orqasiga o'tirganda oddiy haydovchi emas, balki One orkestri dirijoriga aylanasiz. Charm sport o'rindiqlar, karbon detallar, virtual kokpit, minimalizm va qulaylik, bularning hammasi sizga haydovchi emas, pilot bo'l degan signal beradi. Endi kalla qismiga kelamiz. Dvigatel 5. 2 litrli One tabiiy aspiratsiya, ya'ni turbosi sof kuch. Bu degani u sizdan nafas olishga ruxsat so'ramaydi. U shunchaki nafas oladi va yo'lni yutib boradi. Oqdan 100 ga 3 sekunddan kam vaqt ichida chiqadi. Lekin sizga shunchaki tezlashish emas, balki tezlashishda yuzingizga uriladigan supertar kulgisini taqdim etadi. Yoqilgi masalasida esa kulmaymiz, chunki u sizdan benzin bor yoki shunchami deb yana qo'shib quyishni so'raydi. Lekin bu mashina so'raganini emas, berganini o'ylang. Hayajon, adrenalinning ozi, hatto svetoforda turgan payt ham odamlar telefonlarini ko'tarib suratga oladi. Chunki 8 mashina emas, ko'cha bo'ylab yurgan kontent. Yana gap shundaki, bu mashinaga minib chiqqan kishi, aka, nechta ot kuchi degan savolga emas, aka, qancha turadi degan savolga tayyor turish kerak. Yo'lda sedanlarni yoningizdan shamoldek o'tkazib ketasiz, lekin baribir navoblik bilan, chunki biz zo'ravon emasmiz, shunchaki tezlikni yaxshi ko'ramiz. Past o'tirgan suspenziya esa uni yo'lga yopishtirib qo'yadi. Shunday pastki, ko'tarilmaydigan odamga ham mendan balandroq turma degandek. Endi shuni tushunib qo'ying. Audi 8 One bu men mashina olyapman deganning emas, men hayot tarzimni o'zgartiryapman deganning tanlovi. Haydashni bilgan odamga emas, haydashni his qiladiganlarga yaratilgan. Ko'pincha odamlar, aka, bu mashinani O'zbekistonda haydab bo'ladimi deb so'rashadi. Albatta bo'ladi, faqat yo'ldagi har bir to'siq bilan qonli urush emas, balki ehtiyotkorlik bilan kelishib o'tish kerak bo'ladi. Chunki bu mashina poyga trassasiga yaratilgan, lekin shahar yo'llarida ham men oddiy emasan deb turadi. Xullas do'stlar, siz ham bir kuni rulni ushlab ko'rsangiz, yuragingizga mana bu hayot dega. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizni oddiy mashina emas, balki yo'lda ko'rinsa odamlar telefonni tushirib yuboradigan darajadagi supertar bilan tanishtirmoqchiman. Ha, gap ketyapti Audi 8 One haqida. Bu mashina shunchaki temir to'plam emas, bu tezlik, obro, texnologiya va men kelyapman, chetga chiq degan ovozning jonli timsoli. Keling ochigini aytaylik. Ko'chada 8 One kelayotganini eshitgan odamning qulog'i ham, yuragi ham bu deb titraydi. Dizayni haqida gapirsak, u shunday past, keng va keskin chiziqlarga egaki, xuddi shamolni ham yonidan o'tkazmay, ushlab olishga harakat qilayotgandek. Orqa tomondagi ikkita to'rtburchak e-host esa shunchaki chiqindi gaz emas, bu on nafas olayapti deb faxrlanib turadi. Old panjarasidagi Audi halqalari esa sizga biz premiummiz, lekin maqtanmaymiz, shunchaki bilib qo'ying degan ishora qiladi. Saloniga kirganingizda esa shunaqa atmosferaga tushasizki, go'yo uchuvchi bo'lib qolganmisiz deb o'ylaysiz. Chunki rul orqasiga o'tirganda oddiy haydovchi emas, balki One orkestri dirijoriga aylanasiz. Charm sport o'rindiqlar, karbon detallar, virtual kokpit, minimalizm va qulaylik, bularning hammasi sizga haydovchi emas, pilot bo'l degan signal beradi. Endi kalla qismiga kelamiz. Dvigatel 5. 2 litrli One tabiiy aspiratsiya, ya'ni turbosi sof kuch. Bu degani u sizdan nafas olishga ruxsat so'ramaydi. U shunchaki nafas oladi va yo'lni yutib boradi. Oqdan 100 ga 3 sekunddan kam vaqt ichida chiqadi. Lekin sizga shunchaki tezlashish emas, balki tezlashishda yuzingizga uriladigan supertar kulgisini taqdim etadi. Yoqilgi masalasida esa kulmaymiz, chunki u sizdan benzin bor yoki shunchami deb yana qo'shib quyishni so'raydi. Lekin bu mashina so'raganini emas, berganini o'ylang. Hayajon, adrenalinning ozi, hatto svetoforda turgan payt ham